Yusufjon o'g'limiz bir necha kun avval oddiygina, ya'ni barcha bolalar qatori yiqilib tushish natijasida burun to'siqida gematoma bo'lib qoldi, ya'ni burun to'siqiga qon yig'ilib qoladi. Bir hafta avval operatsiya qildik, ya'ni umumiy narkoz ostida gematomani ochib, qonlardan tozalab, burniga silikon turba qilib qo'ydik. Mana bugun turbalarni oldik. Allohga shukr, holatlari juda ham yaxshi. Bobur aka bizani oilaviy ancha yildan beri lor doktorimiz bo'ladilar. O'zimda ham 3 ta lor gaymaritm operatsiya deganda o'zlari 5 kun lecheniya tuzatganlar. Farzandimni ham nyanyasi boshqa doktorga olib borsa, allergiya deb aytdi. Birinchi allergiya dedi va kechasi 11:30 bo'lishiga qaramasdan Bobur akani uydan chaqirib ko'rsatdim. Srazi eshikdan kirishim bilan hali bolani ko'rmasdan, qo'llariga ushlamasdan yiqildimi deb savol berdilar. Uje shundan ham bilsa bo'ladi, professional. Mani oldimga ko'p onalarimiz adenoid bilan keladi. Men ularga adenoidni oldirishni tavsiya beraman. Ishonchli va farzandinglarni nima deydi, bekorga tajriba qo'yishni qilmasdan eng zo'r Bobur akaga olib kelishni tavsiya qilaman.